Ayollar erlardan nimani kutadi bilamsiz? Ayollar erlardan o'ziga, oilangizga, farzandlaringizga ko'ngil bo'lishingizni, az bo'lsa-mu vaqt ajratishingizni, shundaqla buni izchil davomlashtirishingizni kutadi. Atdigandan kechgacha uyda o'tirib, oila ishlarini qilish birishingizni emas, bir qatim bo'lsa-mu ko'zining ichiga qarab turib, qandaroq ahvolinglar, nimalarga ehtiyojinglar bor? Rahmat sizlarga. Xizmatimizni qilyapsizlar. Balalarni beqiyapsizlar, jabha tortdinglar. Deganga o'xshash oddiy, ammo samimiy bir eg'iz minnatdorlik so'zingizni kutadi. Sizning o'ziga oltin javohirlarni emas, balki yo'lda ichilib qolgan bir tal o't bo'lsa-mu, uni siz sirtdan olg'ach kelganligingiz uchun bir quchoq gulning o'rnida qabul qiladi. Illiq muomalangizni kutadi. Kun ichida 1 minut vaqt chiqarib nima ish qilyapsizlar? Kayfiyatinglar yaxshimi? Balla yaxshimi? Xap qilyaptamdi? Deganga o'xshash halin nuchuk so'zlari ayol kishini 2 kilo go'sht yegandimi bekerak kuchlantiradi. Ruhini, kayfiyatini, go'zalligini asliga keltiradi. Ayollar erlarning aks sadosidir. Siz uning holiga yetgan sari u sizning holingizga yetadi. Ayollarni yo'qsullik va jafo mushaqqat bosh egalmaydi. Ammo erlarning ig'ir, qo'pol so'zlari uyoqda tursin, sovuq qarashlarimi u ayolni yer bilan yakson qilib yutarlaydi. Ayollar erlardan dunyo talab qilmaydi. O'zini sizning birdan-bir dunyosi bo'lishini, his qilishini, yaxshi ko'rilishini, oilashini, osilishini xohlaydi. Ayol ayollig'ini, yaxshi ko'rilganini, asralganini his qilganda barlig'ini siz uchun, oilasi uchun pido qilguvchi dunyo qahramoni bo'la oladi. Aksicha bo'lganida churuk aynak gibi sunib tugaydi.